Bizlar bugun Samarqand City'ga keldik. Bugun yurgan videosini ochiraman. Uydan o'tirib mazza qilib ko'ringlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli joylar. Juda ajoyib. Qo'limdan kelguncha sizlarga Samarqand City parkini ko'rsatishga harakat qilaman. Mazza qilib ko'ringlar, layklar bosib, izohlar yozib, o'z fikrlaringizni bildiringlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu Samarqand City'ga kirish darvozasi. Bismillah deb kiramiz. Bizlar bilan birgalikda yuringlar. Eng chiroyli joylarni sizlarga ko'rsataman. Xudo xohlasa ko'ringlar. Mana bunday chiroyli joylar qilib qo'yilgan. O'tirib choy ichib dam olish uchun. Darvozadan ichkariga kirib oldik. Videomiz biroz cho'zilishi mumkin. Chunki sizlarga hamma joyini harakat qilaman ko'rsatishga. Juda chiroyli qadimiy kiyimlar, milliy kiyimlar ko'ringlar. O'zbekona chiroyli milliy kiyimlarimiz. Minoralar, gumbazlar, hammasi juda ham ajoyib. Turistlar yuribdi. Bizning O'zbekistonimizni aylanib, go'zalligidan bahramand bo'lib, qaranglar qanaqa chiroyli. Mana videoni ushlab o'tiraman, ko'ringlar. Bir xil ushlab o'tirdim. Mazza qilib ko'ringlar, chiroqlar yoqildi. Biza sal barvaqroq kelgan edik. Mana qorong'ilashishi bilan chiroqlarni yoqishdi. Juda go'zal. Hamma joy chiroqlar bilan birgalikda naqshlar ham juda ham ajoyib ko'rinadi. Qadimiy idishlarimiz. Mana bu qadimiy o'zbek ayollarni to'qadigan taqinchoqlari. Ulaganlar. Ular zargarlik tikuv ishlarini olib boradigan asbob anjomlar, qaychilar. Orqasida qadimiy idishlar. Ular ham qadimiy idishlarimiz. Lalalar
Sutimlarning chiroyliligini ko'ringlar, qanaqa chiroyli naqshlar qilingan. Bu sutimlar cho'pdan taxlangan, yong'oqdan. Savri. Shunaqa chiroyli joylarda chiroyli joylar qilib qo'ygan. Qaranglar, qanaqa choy ichish, dam olish uchun. Ular ko'rgazmaga qo'yilgan samovarlar, qadimiy samovarlar. Naqshlarni ko'rsatay sizlarga yaqinda. Chiroyli gullar. Darvoza. Qaranglar, naqshli cho'pli darvoza, qadimiy. Bu yerda ham milliy kiyimlarimiz osib qo'yilgan. O'zbekona kiyimlarimiz, qaranglar. Kelinchaklar kiyimlari juda ham chiroyli. Bu yer gumbazni ichki qismi, gumbazni ichi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Bu tomon darvozadan kirgan edik. Mana bu tomon darvozadan chiqyapmiz. Gumbazni ichini ko'ringlar. Bu darvoza. Mana u tomondan kirgan edik. Mana bu tomondan chiqyapmiz. Sizlarni aniq tushunarli ko'rishlaringiz uchun aniq ko'rsatyapman. Erinmasdan. Mana bu yerda qanaqa sharshara deydimi? Qaranglar, suyuqni qanaqa chiroyli saqlab qo'yilgan ekan. Ko'rib insonni ko'zi quvonadi. Mana bu joyda qaranglar, mana bu qadim zamonlarda bug'doyni urib un qilishgan. Mana shu tegirmonlarda mana hozirgacha saqlanib kelmoqda. Asrab. Mana shu. Ko'ringlar. Qanaqa ishlagan, qanday qilib un tayyorlangan qadim zamonlarda. Mana bu suv. Bu tomondan oqib, mana ko'ringlar. Qanaqa chiroyli. Mana shu chaqalak deydimi buni? Mana chaqalak orqali suv yuqoriga chiqadi. Keyin bu tomondan aylanib, mana bu tomonga yana o'z oqimiga mana bu hovuzga boradi. Mana gumbaz
Samarqandda, Buxoroda hamma joyda mana shunaqa naqshli ayvonlar, mana bu gumbazlar, judayam chiroyli inshootlar ko'p. Mana bu ham samovar, mana qadimdan qolgan eski asrlar davomida mana bu samovarlar asrab kelinmoqda. Mana kelajak avlodga qanday qilib choy qaynatilgan, mana ko'ringlar. Qanday bo'lsa shundayligicha asrab qolingan. Mana bu ham dam olish joyi tayyorlangan. Hozir salqinligi uchun ko'rpachalari olib qo'yilgan yig'ishtirib. Choynakni qarang, kattaligini. Qadim zamonda mana shu choynaklarda choy ichilgan. Bu yerda doimgidek milliy kiyimlarimiz osib qo'yilgan, ko'rgazma qilib. Mana bu yerda arava ot bo'lgan. Mana shu aravaga asrlar davomida saqlab kelingan o'zbekona beshiklarimiz. Mana guldonlar chiroyligini qaranglar. Mana bu yerga mana gullar o'stirilgan. Juda chiroyli. Bu Samarqand darvozalaridan biri yana. Dam olish skameykalar qo'yilgan. Mana bu kanal toza ichimlik suvi oqadi. Qaranglar. Bunaqa toza, chiroyli. Qaranglar, qanaqa chiroyli bino. Yuringlar. Juda chiroyli. Sizlarga qo'limdan kelgancha Samarqand svetini ko'rsatdim. Endi azizlarim videoni tugataman. Videoni ko'rib, like'lar bosib, o'z izohlaringizni qoldiringlar. Mazaqli videoni oxirigacha albatta ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammasi uchun sizlarga katta rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha xayr deb qolaman. Xayr.